Yaxshimisilar ko'pchilik? Hammalar bu kinoni ko'rib boqqan bo'lishinglar mumkin. Bugun biz amaliyotdagi Po'lat Palvon bilan tanishib chiqmoqchimiz. U bo'lsa-mu Elon Musk. Elon Musk degansa ko'pchilik oldi bilan nimani o'ylaysizlar? Tesla, SpaceX, balki 9 numar, Po'lat Palvonning rivoyati, yana Mars. Amaliyotda so'zmoqchi bo'lgan mazmun haqiqatan bekor. Bu qismda biz uning million odamning orzusini amalga oshirish planini ustida paralashaylik. Lekin rasmiy so'zlashdan burun men bir qancha masalalarni o'tirib qo'yaman. Musk nima uchun Tesla'ni ijod qildi? Musk nima uchun Solar City'ni sotib oldi? Musk nimishqa SpaceX'ni qurdi? Musk nimishqa The Powering Company'ga muhtoj bo'ladi? Musk nimishqa mega mashinasini o'g'lash eg'izi shirkatini qurdi? Sizlarning bu har xil qiziqishlarni ilib bugungi mazmunimizni rasmiy boshlab ketaylik. Bu yil 1-oyda, ya'ni 2020-yilda 1-oyda Max'ning SpaceX shirkati 2050-yildan burun raketa orqali 1 million odamni Marsga chiqarib, Marsda insonlarning ikkinchi tayanch bazasini qurmoqchi bo'lganligini jakarladi. 1 million odam xato anladingiz. Hozir Max bekitgan nishonga yana 30 yil qoldi. Bu ulug'vor nishonga yetish uchun Musk cho'qim SpaceXning eng yangi tadqiqot yasab chiqqan raketasiga tayinish kerak. Bu raketa kelgusi orzuning mas'uli. U shakl yoki rasm jihatdan qaraganda hozirgi zamon raketasiga o'xshamaydi. U tipik raketaga qaraganda texnik qisqa ham kengli. Eng g'alati yeri shuki, u totlashmas po'latdan yasalgan. Diqqat qilishga arziydigani shuki, bu odatdagi totlashmas po'lat emas. Bu 301 totlashmas po'lat. Undaqda nima uchun totlashmas po'lat ishlatildi? To'g'ri temperaturada 301 totlashmas po'lat amaliyotda o'xshash kuchga ega oliy darajali birikma material yoki alyumin bilan litiyaga o'xshash mutlaq ko'p sonli po'lat to'g'ri temperaturada chiriklashib ketadi. 301 totlashmas po'lat aksiya texnik mustahkam bo'lib, yana bir yaxshi taraf shuki, uning erish temperaturasi nihoyat yuqori bo'ldi. Taxminan 1500 Selsiy gradus. Uning ustiga po'lat materiallarning har tonnasining bahasi 2500 Amerika dollari. Karbon talat narxining taxminan 2% nigraydi. Yana totlashmas po'latni kapsharlash nihoyat oson. Bunda takror ishlatilganda asrash xarajatimi bir qadar tuyan bo'ladi. Yana texnik suratda ishlab chiqarish va qurashtirishga qulaylik bo'lib, biz oldi bilan uning holatini ko'rib boqaylik. Buning asosiy gavdasi ikki qismdan tarkib topgan. Tuvandagisi bo'lsa, guruhi 9 nomerli raketaning o'rnini olgan Super Heavy nomli to'shuvchi raketa. Yig'ir tipdagi yordam turgich deb ataladi. Uning ustiga odamlik yuk qochilash uchun bu uchoq kema ishlatilgan, ya'ni Starship nomli olam kemasi. Albatta, hozir butkul raketani oddiy holda olam kemasi deb ataydigan bo'ldi. Olam kemasi guruhining egizligi 120 metrga yetadi. Diametri 9 metr, eg'irligi 120 tonnaga yetdi. Eng ko'p bo'lganda 1200 tonna yiqilg'i elib mangan ahvolda unumli yuk eng yuqori bo'lganda 150 tonnaga yetadi. Bu son oyga chiqishda ishlatilgan Saturn 5-nomerli darajadan tashqari yig'ir tipdagi to'shuvchi raketani neshib ketdi. Shunga bu raketa tarixdagi to'shish miqdori eng kuchli raketa bo'lib qoldi. Olam kemasining sirtqi qapi sirlash emas, balki aynak yuzni parqirtish yo'nalishini orqali issiqlik o'tkazmas materialning o'rniga dastilgan. Yuqori temperaturada kuyib chirishga taqobil turish uchun olam kemasi gavdasining atmosfera qatlamga kelib chiqishdan hosil bo'lgan issiqlik miqdori paraxod gavdasiga qolgan suyuq metanga tayinib so'tildi. Olam kemasining issiqlik o'tkazmas qatlamini noyilganda 6 burchaklik issiqlik o'tkazmas taxta va issiqlik o'tkazmas farfor qatorliqlar nihoyat yirik, ammo nihoyat yaxshi qarshi turish iqtidoriga ega bo'lib, ko'p qism shamolga qarshi yuzlarga 6 bo'lonliq va sapalning issiqlik o'tkazmas texnikasi ishlatilgan. Qiziq nuqta rayonini parlandirish sovutish texnikasi orqali yordam berildi. Super Heavy raketasining muqobiga issiqlik to'sish taxtis ketmaydi. 37 dona eng yangi yirtqich qush motori saqlangan. Bu tarixdan buyongi to'sish iqtidori eng kuchli olam bo'shliqi transport sistemasi bo'lib qoldi. Yangidan silingan besim marshrut sig'imi taxminan 1000 kub metr bo'lib, ya'ni ishki bo'shliqning cho'ng kichikligi hatto xalqaro olam bo'shliqi punktining besim berish turbosidan cho'ng. Yer shari orbitasidagi yiqilg'i to'liqlash sistemasiga moslashib, odamlik olam kemasi birla vaqtda 100 odamni Marsga yetkazdi. Bir qatimda 100 tonnadan yuqori mallarni to'shsin bo'ladi. Yangidan yasalgan yirtqich qush motoriga suyuq metan va suyuq oksigen yiqilg'i qilindi. Shundaqla bu ikki xil materialning Marsdagi boylik manbasi orqali sintezlashish mumkinligini ko'zda tutib, bunday yangi qurilish yer sharidan qo'yib berilganda uni elib qaytadan yiqilg'ini o'ylashmasak bo'ladi. Yo'q qochilash uchun imkon qadar quruq yuk chiqarg'ili bo'ladi. Uning motori kelsak, buni Max uniki o'z oldiga tadqiq qilib yozgan. Biz raketaning bir sistema qurilishi ekanligini bilamiz. Motor uning eng yadroliq texnikasi. Hozir nurg'un raketa shirkatlari tanaffusni tejash uchun yetish muddatini qisqartirib, ko'pincha tayyor raketa dvigateli ishlatildi. Masalan, Amerikaning olam ilohiy 5-nomer. U Rossiyaning RJ-80 belgilik raketa motorini ishlatdi. Nasib bo'lsa, biz ularning naslarini ishlatmaymiz deb o'zi yasashga tutish qiladi. Shuning bilan uzluksiz sinov qilish va mag'lub bo'lish jarayonida oxiri o'z oldiga tadqiq qilib yasagan raketa motori borlik keldi.